Bir bala bir palçının aldına ötküp beripli, bir pal aşkız bakaycı depli, pal aşkızıp dedi. Aşkızıp ki palını manda palını içeyipli. Ufkam siz 3 ketem ölündü ekensiz depti bu. Dese bu ha. Da bir şey de qarap dursa 3 ketem ölündü ekensiz mana. Lekin 3 ketem ölünüp bolgandan keyin kechirsiz 10 yildak dat tatib ekansiz. Mana yaxshi chiqdi. 10 yil dat tatib bolgandan keyin ajoyib bir martabalarga erishib ketdi ekansiz ufkam. Lekin hayatınızdan ahırda pichoq yeb o'lib ketgansiz debdi-da bu palchi. Bu o'tirib pichoq yeb o'lib ketgansiz, ochiq ketib buni pulini bermay, menga deb ketibdi. Deganda o'tib 3 ketim o'linib qoldi-da, bu 3 ketim to'y qilib qolibdi. Voy, yiliq palchining degan gap rost chiqib qoldi. 3 ketim to'y qilib qoldim, davasili paloq buliqli madaniyat inqilobi boshlanib ketiblar, turma kirib ketdi bu. 10 yil turma ketib. To'va, yiliq palchi 10 yil dat tatib rost 10 yil tatibdi men madatni. Deb turmadan chiqiblam, buni xizmati asli kelib, amalda olib qolibdi bu. Voy, to'va, yiliq palchining degandek 3 o'landim. 10 yil dat tatdim. Men amalda olib qoldim. Qara meni gapining rost chiqqandi. Bu pichoqda o'lsa degan, endi qanday qilamiz deb paloq buliqli bentto'y qilibdi bu. Xizmatdan chiqibla pichoqda ketmasin deb uy kirib ketdi bu. Qatti uydan chiqmabdi-da. Ayoli Saytog'osin pichoqdan qo'rqmadi, o'tirgan bo'lib qolibdi bu. To'y to'kkan bormaydi ekan, adam olashqa yagim bormaydi ekan. Uyda gaz to'kib kelsa ayolni chiqirdi ekan, o'zi chiqmay, mush talog'i chiqsa tomning tuvila meni pichoq yeb ketadigan shu deb qo'rqib yuribdi-da bu. Mushtaq yurib, og'rib qilib, doktorxonaga berib, balnist etib, operatsiya tugab ketibdi. Birodinam shunda yaxshi o'tyapti-ku. Tuyuqsiz harakatga tushib qoldi bu. Kundil mas uchraydi bu. Bir kuni ayol telefon qilibdi, "Ey, moshinaga bir gah qo'ysangiz, Xalmurat, gapingizni anglaydi" deb bu yana haraqchidigan bo'lib ketibdi deydi. Ma'qul deb atdiganda yakshanba kuni berib, eshikni tak ursam, eshikni shortida ochdi, qo'li durum turdi buning. "Ey, bu atdiganda bu nima qilsa, bu qo'lingni yana rum turdi-ku seni. Mush gapni qig'il kelganman senga, sen bu jining ekak silib saramab qolmagansan sen" desam, "Voy bo'ldi, jihga qilmay kira, adash kira" deb uyga boshlab o'tog'izib qo'ydi. O'tog'izdi men bundan bir savol so'rab boqay deb, "Ey, sen nima deydi?" İtizde işlep, aptapda üley deb ussap kelgan eshakning oldiga bir chelak suv bilan bir chelak haraqni qo'ysang, eshak qaysini ichidi desam, suvni ichidi deydi. "Ey, eshak chiqidi suv ichidi" desam, Romga qarab ketib, Romkani qo'li qilib, eshakqa ishni qilmasligimiz uchun qo'shadi. Bizning ochlik tarbiya qilib bizdan gap qilib o'tirsak, bu yig'lab ketdi-da, bu yig'ilib, "Ya nimaga yig'laysan? Nima dading va digina? Ya ayolingga demapsa, men yaqin og'ayanga menga demamsa" desam, "Adash, sana bir dadim bor dey. Oldi bilan bir savol so'ray" dedi, ha desam, "Mush dunyoda eng baxtli er kim?" deb savol so'raydi. "Obama" debdi men desam, "Yo'q" dedi bu. "U podshoh" desam, "Yo'q" deydi, "Bu" desam, "Yo'q" deydi. "Topamadim o'zing degina" desam, "Jahonda hammadan baxtli er Xo'roz" deydi bu. "Uy, Xo'roz qanday baxtli er" desam, 40 tak ayoli bor, bir miqinapsi yo'q deydi. Navbatdagi nomerimizni "So'ygiga to'lsin olam, bug'da ata" qatorliq naqshlar bilan qalb to'rimizdan o'rnib kelayotgan atoqli naqshchimiz İzzat İlyasga beramiz.